Gunohlar kiyimga yopishib qolgan bir kir kabi. Tasavvur qilingki, kiyimingiz oppoq kiyimingizga qora bir dog' tegdi yoki loy sachradi. Endi odam nima qiladi? Birdaniga mana shu kiyimdagi dog'ni ketkizishga harakat qiladi. Tavba ham xuddi shunday. Odam qalbidan mana bu gunohlarni ketkizishga harakat qilish kerak. Tavbaga shoshilish deganda shunday tushunaylikki, xuddi kiyimga yopishib qolgan changni, g'uborni yoki bir kirni qanchalik tezroq shuni ketkizishga harakat qiladi odam. Agar ketkizishga harakat qilmasa-chi, nima bo'ladi? Kiyimda boyagi kirlik, dog', loy qolib ketgandan keyin u yana ham o'rnashib ketadi, yana ham singib ketadi, qotib ketadi. Keyin uni ketkizish qiyin bo'lib qoladi. Ba'zan shu kiyimga rangi o'tib ketadi. Ketkizib bo'lmaydi keyin. Ming yuvgani bilan baribir dog'i qoladi. Gunohlarim xuddi shunday odamning qalbiga shunday ta'siri, asoratlari qolib ketadi. Agar tezroq tavba qilishga shoshilmasa, buni keyin ketkizish qiyin bo'ladi. Xuddi mana kiyimga qora dog' tegib yopishib qolgandek, gunohlar ham odamning qalbiga mahkam yopishib qoladi. Shu yopishib qolgandan keyin insonning qalbi qotiydi. Qalbi qotib qoladi-ku odam. Nega qotiydi? Chunki gunohlar yopishib qolgan. Va yana boshqa gunohlarni qilishga keyin qo'l uradi. Ya'ni boshqa gunohlarni qilish oddiy bo'lib qoladi odamga. Nega? Chunki qalbida gunohlar yopishib turibdi. Hali ajralib ketgan yo'q gunohdan. Hatto Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh odam gunohdan qaytgandan keyin yana mana shu gunohga takror qaytib qo'yishi bu insonni qalbida gunohni asoratlari qolib ketgandan deganlar. Butunlay odamni qalbidan gunohni asoratlari tavba qilgandan keyin chiqib ketmasa, yana qaytib qo'yaveradi, yana qaytib qo'yaveradi. Shuning uchun ham tezroq tavba qilish kerak bo'ladi. Qarang, mana hozir kiyimga o'xshatdik-ku. Kiyimni tezroq yuvib olsa chiqib ketadi-ku kiri. Qalbga yopishgan mana bu kirliklarni ham tezroq yuvib olmasa qolib ketib qoladi. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam yomonlik qildingmi, uni ortidanoq darhol yaxshilik qil deganlar. Odam yaxshilik qilishi bilan, tavba qilishi bilan yomonlikni asoratlari o'chib ketadi. Keyin boyagi qalb yana eski holatiga qaytadi, yaxshi holatiga, quvvatiga, salomatlik holatiga yana qaytib qoladi. U yuvilgandan keyin. Lekin bu tavbani kechiktirib yurish, keyin qilaman, hali beri ulguraman, yoshman yoki qariganda tavba qilaman deb kechiktirib yurishi bu shaytonning insonga bu aldovidan. Shaytonning hiylasi bu, shaytonning qopqoni. Ko'pchilik mana yoshlardan eshitasiz, hali yoshmiz deydi. Ya'ni o'zicha uni oldida hali yillar, kunlar, vaqtlari ko'p. Hali ulgurasan hammasiga deydi. Kattalar ham aytib qo'yadi, yosh bo'lsa, hozir roza tutib nima qiladi? Namoz o'qib nima, hammasiga ulguradi hali deydi. Hozir yoshlik davrini surib olmaysanmi deydi. Keyin ular ham aytadi-da shu kattalardan o'rgangandan keyin. Hozir yoshmiz ekan, hali beri bor bizga deydi. Tavbani kechiktirib tursam ham hech narsa emas deydi. Hali ulguraman deydi. Lekin bu bilmaydiki, insonning ajali noma'lum. Ba'zan odam yosh holatda o'lim kelib qolishi mumkin. Gunohlarga botib turganda, gunoh ish qilib turganda o'lim kelib qoladigan bo'lsa, tavba qilishga fursat qolmay qoladi. Mana shu hali vaqtim ko'p deb qancha yurgan odamlar tavba qilishga imkon topa olmay qolgan. Bitta o'lim keladi, kerak bo'lsa qarilardan oldin yoshlarni olib ketib qolyapti mana o'lim. Balki hozir mana subhanalloh qarilardan ko'ra ko'proq yoshlar o'lib ketib qolyapti.